Assalomu alaykum. Internetda ko'rdinglarmi? Bodring va rediskali salatlar rosa trendga chiqibdi. Lekin men sizlarga u salatlarni yeb ko'rmadim-ku, bunisini tavsiya qila olaman, chunki mazasi super. Bodring hamda rediskani parre qilib to'g'rab olamiz. Ozgina tuz bilan ikkalasini ham yaxshilab aralashtirib, yarim soatga stol ustida qoldiramiz. Endi piyozni parrek to'g'rab, qizib turgan yog'da ozgina yumshaguncha qovuramiz. Ustiga achchiq qalampir hamda paprika sepamiz. Tayyor bo'lgan piyozni sovitishga olib qo'yamiz. Barragini chesnok yoki oddiy chesnoklardan to'g'rab, ko'katlarni to'g'raymiz. Bodring va rediskani suvdan ajratib, ustiga qovurilgan piyoz, qovurilgan chesnok, ko'katlar, kashni churug'ini maydalangani, shakar, so'yli sous solamiz. Ozgina uksus hamda qora murch sepamiz. Yaxshilab kattagina qoshuvda yoki qo'limizda aralashtirib olamiz. Tayyor salatni 30-40 minut sovutgichda saqlab, keyin dasturxonga tortishingiz mumkin, lekin men sovutgichda ham saqlamasdan darrowgina dasturxonga tortdim. Mazasi super, yoqimli ishtaha.